do'stlar, navbatdagi velosipedimiz mana tayyor bo'lib chiqdi. Mana bitta mini ko'rsatib bering mana shu paytda yo'llar. Mana endi buni qisqacha video obzor qilib tanishtirib beramiz. Avvalambor assalomu alaykum azizlar, juma yomlaringiz muborak bo'lsin barchalarimizga. Alloh bu kunlarni xayrli barakotli qilib bersin. Navbatdagi velosipedimiz Germaniya davlatida ishlab chiqarilgan. Buqa model alyuminium mana 7 ta skorsli. Bilka amortizator, sidina tegi ham amortizator, 7 ta skorsli. Oyoqda tormozi, rol vinislari mana joyida, hamma yo'g'i. Plasmassa qanot, asosiy detallari, velosipedimiz detallari alyumin. Shuni hisobiga o'ta ham yengil yuradi. Asqon piramida alyumin, spesiyasi nirjaveka, pakrushkasi ham o'ziniki original. LED farada bo'ladi mana. Vinis oraliq masofasi rosa ham chiroyli keng. Shu velosipedimiz kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. 95 091 61 60 telefon raqamimiz. Dastlabki xizmati ham bor O'zbekiston bo'ylab. Tormoz sistemasi 3 tadan. Ikkita qo'lda, bitta oyoqda. LED yoritgich farasi bor. Shahar Marg'ilon shahar O'qchito'r ko'chada do'konimiz. Kimga shu velosipedimiz qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar, sizlar aytgan joyga yetkazib beramiz. Mana misol buni haydab ko'rdim, bitta minib ko'rdim, o'ta ham yengil. Garantiyasi 3 yil. Garantiya nimaga 3 yil deyilganda, mana oldi qismiga beramiz. O'rta qismiga beramiz. Apparatni skoriga emas, har xil o'ynash mumkin, biroq ichiga beramiz. Mana sxemalarni buni sindirishi mumkin, urishi mumkin, yo'q ularga bermaymiz garantiya. Apparatiga, o'rta pachimligiga, old qismiga. Endi qolgan kamera pakirishga, qanotlari yo faralarini sindirish mumkin. 3 yilda birortasi tepib ketib sinib urib bo'lsa, bu bo'lmaydi bizga. Shuning uchun biz garantiya beradiganimiz asosiy apparatni ichi, o'rta qismi, oldi vtulka. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.